Bu videoni men svarshkman, men zo'riman deb yurganlar bor, menga o'xshab. Shunaqalar bo'lsa oxirigacha ko'rsin. Assalomu alaykum, Sirojiddin aka, yaxshimisiz? Charchamasdan yaxshirsiz. Mana shu bergan e'lonimdan keyin bitta svarchib olgandik. Ahvoli qarang, vashi. Video yoqqan bo'lsa, mana bu tugmani bosishni unutmang. Agar siz svarchik bo'lsangiz va sizga guvohnoma kerak bo'lsa, bunda biz sizga yordam beramiz. Judalar. Shuni dabdalasini chiqarib tashlagan materiallar. Aka, mana shunaqalar ko'payib ketdi, borib aytsa odam qo'li ham ishga bormay qoldi. Assalomu alaykum hammaga, mana Rukkamiz keluvlar, men svarchikman deb gruppadan topib kelgan ekanlar, mana svarkalari. Sirojiddin aka, mana men sizga aytgan ahvol. Aytdim-ku, ko'plar nima deb keladi-yu? Svarchikman deb keladi-yu, lekin mana ishni qarang. Ahvol qarang. Akalar, iltimos. Birovni materialini, birovni vaqtini olmanglar, birovni materiallarni asosiga chiqarib tashlamasdan, qo'llaridan keladiganlar svarchik qilinglar. Bo'lsa ham normal svarchik bo'linglar. Mehr beringlar iltimos qiladigan ishlaringizga. Bu nima desam bo'ladi? Mayli, men buni to'g'rilashim mumkin, boshqa narsa qilishim mumkin-ku. O'zingizga ketadigan vaqtlaringizga, ketadigan ko'z nurlaringizga achininglar iltimos qilaman. Qanday to'g'rilab qo'ying, nima qiling? Tegma ukam, bo'ladigan bo'ldi uni. Na to'g'rilasa bo'ladi uni. Ukam, sen to'g'irlasang, kecha ko'rsatganimga to'g'irlarding uni. Kecha ko'rsatdimmi men sen? Urmadim-da sizni. Nima uchun urmading? Nima uchun urmaysan? Sen svarchiksan. Svarchiksan. To'g'rimi? Qilganmisan, svarchik qilganmisanmi? Qilganman. Qayerda qilgansan? Nima ish qilgansan? Polaftamat. Mana qara. Polaftamat ko'proq ishlayman. Qara. Usta odamga nima deydi, eskilar bir gap bu. Ustaga farqi yo'q. Qanday ham bo'lsa ham svarchikmi? Mana polaftamat ham ishlataman, boshqa narsa ham ishlatib bilaman. Iminda men polaftamatchiman demayman. Men svarchikman. Nomi svarchikmi? Svarchikni hammasini qilish kerak. Men hozir materialni dabdalasini chap tashlayman. Hozir uni yana svarchik qilasan, xuddi nima deydi? Yana bo'rtib nima bo'lib qoladi-da? Nima deydi? Vashi dabdalasi chiqib qoladi. O'sha uchun qo'y ukam, men senga ish ham bera olmayman. Qo'y, tegmagin, meni to'g'risi men kechadan oldin ko'rgan bilan o'sha asabim buziladi uni. Senga video ham qilib tashladim. Ukam, mana bu nima dedi deganimda sen ayting, ko'zimni svarga oldi, kaska deding. Kelib, ha. Shuni deding, to'g'rimi? Ha. Keyin yana qaytadan qilaman deding. Xo'p dedim, qilsin, qani mayli dedim. Birinchi martadir dedim. Adashgandir, mayli qo'ysin dedim. Adashgan bo'lishi mumkin dedim-da, gapirmadim-da, qo'ydim yana. Yana ertalab kelaman, sen qilib ketdim degan narsalaringni men yana urib ko'raman. Nima desam bo'ladi? Qo'pol bo'lsa ham chichib, yana ustiga shuvab qo'yib, yana bitta chichganday bo'lib qolganda, to'g'risi-da? Ha. To'g'rimi? Yo, noto'g'ri bo'lsa ayt. Urganingizda chiqib turadi-da, ishlagan. Ha? Men uraman, nima uchun urmayman? U narsalarni men yerda javob berishimga mana shu narsa ushlab turish kerak. Erta bir kun shuna sinib ketsa, u odam o'yin egasi ham menga pul beryapti. Ko'yib berayotgan yo'q. Ukam, meni kechir. Men senga o'sha bilan aytaman. Ukam, ishingni ko'raman. Dedim, sen menga aytingki, men perila qilib 400 metr perila qilib keldik deding, to'g'rimi? Ha. 400 metr. 400 dedingmi, 400 metr dedingmi? Uni qizig'i yo'q menga, nima qilgan? Xohlasang tuflab yopishtir. Ha, bildim. Xohlasang tuflab yopishtir. U seni nima? Ishini o'tkazib bergan ekan-ku, men sen nima qildim? Ko'raman senga, o'shanga ham aytdim. Ishingni ko'raman dedim. Lekin ishing menga vashim ma'qul bo'lmadi, to'g'ri. Menga bu ferma emas, masalan, donga masalan qo'ydi, ketdi, tamom degan emas. Bu xonadonga qo'yamiz. Bu bizga uzoq yil muddatiga xizmat qilib berish kerak. 10 yil, 15 yil, erta bir kun bittasi shuna qaragan bilan, mana bu faloncha usta qilib berib ketdi desin, orqangdan. Va mana bu singandan keyin o'rningni sichani aromi bilan mana bu qilib ketdi. Ham so'kishni eshitib, ham xizmatni qilib nima kerak bu? Iltimos